Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık uçuk sohbet programımızın görüşünlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Hürmetli televizyon görüşler, bugünkü stüdyomuzga kıymetli mehmanımız, hürmetli Adil Abdulgafur akımızı teklif kıldık. Kıymetli vaktin çıkıp kelganligi üçün köp rahmet etimiz. Rahmet sizlarga. Qadrli qarindoshlar, bugünkü söhbetimizningki mavzusi bo'lsa, yana shu Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga elib berayotgan kundan kunga farqli holatda borgan siri kun siri rezillashayotgan kun siri insonning kulgusini keltiradigan haqiqatan ichindiradigan darajadagi normal bir inson aqli qabul qilolmaydigan darajadagi bu safsatlari dunyoda har qanday bir inson anglasa hayron qoladigan quloqqa bir xil ajablanarlik anlanadigan bir xil siyasetleri bu nesleri kundan kunga avj olgan shaklda elib berilyotdi. Biz bundan bir qanchisini bugungi vaqtimiz yetgancha paranglashib o'tishga tirishimiz inshaalloh. Yani Xitoy tajovuzchilari shu yangidan vatanimizga sekretar qilib bekitgan bu Çinquango kelgandan keyin uningki burunqisidan necasi holatda ortiq rezillikni elib berayotganligi albatta xabarlardanmi elib berayotgan programmalarimizdami xalqimizga ma'lum. Endi bu yana shu 16-chilar yana shu yig'in ochib, buningdan keyingi siyosatlarida bo'libmi vatanimizning hamma yerda ijro qilishga urinayotganligini, ammo bo'libmi vatanimizning Janub Sharq Turkistonning janub birodardagi Qashqar, Xotan, Aqsu degandek bu yerlarda shu Xitoy kadrlar bilan Uyg'urlar bilan Xitoylarni urug' tuqqanchilik munosabati o'rnatishga buni bir siyosiy tuzum shaklda ijro qilishi kerakligini uqtirib yig'nashgan hurmatli Adil afandim. Shu siyosida hamda shu buningda xabarni o'qisak albatta uzun bir xabar. Buning ichida asosli plan tuzilayotgan narsa nishon, ya'ni Xitoyningki buningdagi bo'libmi janubdagi Uyg'urlar ko'p o'ltirishgan bu rayonlarda Xitoy kadrlarni butunlay Uyg'ur xalqi bilan har birisi oila urug' tuqqan bo'lish munosabati o'rnatish, Uyg'ur milliy kadrlarni bo'lsa milliy ishlayotgan bularning hammasini chuqur Xitoy xalqi, shu yerdagi Xitoy fuqarolari bilan urug' tuqqanchilik munosabati o'rnatib, bu ikki millatni bu shaklda asimila qilib tugutish, har bir ishini kontrol qilishdan iborat bir razil suiqasd yetayotganligi ma'lum bunda. Davomli uning ustiga bu tafsilotga kirgan qarorlik holatda bir-birisiga uchrashib turish, bir-birini mehmonga chaqirish, öyleriga berib, mush shaklda har bir ishlarni zich xuddi urug' tuqqanlardek yaqin o'tish, buni ishga oshiramiz, buni bir siyosat shaklida ijro qilamiz deyotgan. Buningga endi qanday bir fikrlarni olib baqsak, shuni qanday qaraydi? Allah rahmet kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu timamda bugünkünde Xitayni düşman deb tanıgan, özünü Müslüman deb qaragan her bir Şarkı Türkistanlık üçün eğer tunup yese mühim köngül biladigan, özünün hissiyatı, istigini ve aqidesinin talep taqazzası boyunca hareket qilishga ciddi her bir özüne Uygur men bir Müslüman degan kishini hareket atlandıradigan bir mesele. Lekin xalqimiz bunu daqiq tushunib yetib olmayapti. Hem de Xitay şu biz Uygur qarindoshlarimizniki, biz Uyg'urlarniki şu qisqagina şu 49-yildan berinki şu 60 yillik ishg'oliyatida bizningki favqulodda bosh ko'tarib Xitoyga qarshi bir Xitoyni bir tavretgidek yoki bir ma'lum zaminning ma'lum yerini fethi qilib, ozod qilib Xitoyni qo'g'lab chiqaramagan bo'lsakmi, 60 yilni yoqi mayli qurolliq, qurolsiz bo'lsin, hamon biz 60 yillardan beri tinimsiz Xitoyga qarshi umumyüzlik bir kayfiyatning bir xil siyosiy ong tushunchaninki, yana vatanparvarlik, yana diniy e'tiqod nuqtasidan, yana millet nuqtasidan umumiy ayrim bir madaniyatga, ayrim bir e'tiqodga, dinga taalluq bir millet ekanligimizdek bu nuqtani xalqimiz kundan kunga tushunib yetaylik.
Hem Xitay özününki hem de Xitay toğırlıq nurgun parağını, nurgun söhbetlerini, nurgun muhakimini elip bağdık. Hem de milletler tetkikat neziriyesi etqanda Xitayның bugünkü hazırki kelam paylaşıp belki özünü yoğuşturanmağan derecede demek Xitay'nınki hazırki devletninki yukarı katlamları. Devletninki merkezi hem de şu Cumhuriyet kaydep koydu. Xitay tili boyunca şu Xitay'ninki devlet rehberlerinin turduğan merkezin tatıp ta mahallevi başlıklara kadar Xitay hakimiyetininki barlık hakimiyet ve kadrlar sistemininki hem belgeleri sahası meyli askeri sahada meyli sakçı tarafından olsun meyli memuri devletindeki kanun sahası olsun hemmesi bir tevrine batkan özara işenç özara bir-biriga bo'lgan mustahkam bir devlet bo'lishdak bir-biriga bo'lgan bir bağlanışlık bir siyasi g'oyaviy nishoni jihatda şu Xitay devletininki umumiy yüksek bir nişanının merkez qilgan holati mandaq bir uyuşqaqliq holati asasen mahiyetçi olup oldu Xitay'ninki. Bunun delili hem de Xitay ötken internetde jiq ko'rdi Xitay'ninki şu devletning yuqori darajalik rahbarlaridan tartib tüven qatlamda mahalle başlıqlarga kelgan nurg'unlarning qo'lga olgan, turmoq tashlagan va nurg'un parxo'rlik, nurg'un ishlar yuz beraylik ekan. Odatda ama Xo'jintavdan burun chiqqan Jiang Zemin degan Xitay rahbarini Xo'jintav degan o'tirg'i chiqiblar uni Xi Jinping qildimi, uni qo'lga olib, uni bog'lab turmoq tashlaganlik o xabarni tarqatdi. Anlatib ko'rdik ham. Demak, hem de hazır bugün günde Xitayning umumiy televizorda xabar ko'ryapmiz. İctimai meseleler çoğun çıkıp nurg'un namoyishlar, nurg'un xalq bilan hukumat o'tirisida, Xitoy hukumat o'tirisida o'zaro ishonmaslik, jidal majra ko'paygan turdi. Bu bunun alomati endi. Endi Xitoy o'zining bu qadar o'zini kontrol qilishda qurol kuchi bilan faqat pulga tayanib zo'ravonlikni chekidan oshirib zulüm bilenle biraz özünü devlettek tutup tuğunu bilen bayadın degendek mahiyette allaqachon devletninki xalq bilen hakimiyet xalq bilen askeri kuch xalq bilen saqchilar o'tirishdiga munosabat asosan biraz chak ketdi. Shuning uchun Xitoy bizning Sharq Turkiston tuprog'imizni, ya'ni Xitoy tili bo'yicha bo'lgan bu Xinjiang zaminini tutib qilish, saqlab qilish Xitoyning bugungi Xitoy devletini saqlab qilishning eng muhim bir noktası bir bo'lib qolganlik ham. Xitoy buni bilaylik. Shuning uchun Xitoy bugungi kunda bizning vatanimiz Sharq Turkistonni saqlab qilish uchun har qanday bedel to'lashdan yanmaydigan, qanchalik qonning to'kilishi, qanchalik zo'ravonlik va davlat xarakterlik Xitoy davlatining davlat darajada bir terrorlik harakat, shu davlat nomida davlatning o'zining qo'li bilan Sharq Turkistonda darajadan tashqari terrorlik harakat yuz beryapti. Endi ma xalqarada nurg'un tuvan qatlamda amma xalq terrorlik degan bu bir yomon bir sifat bir hukm paydo qilib haqqi buni to'g'ri uqmoqlik. Ammo terrorlikdanki asli maqsadi endi xalqarada umumlashgan g'arb dunyosidan kelgan bir so'zkan bu. Endi bu terrorlik qanday harakat, qanday atalg'u, qanday hukm berdi degan vaqtda buning hammamizga tushunishlik bu faqat o'ziga taalluq bo'lmagan ma'naviy, moddiy sohalarga, masalan, davlat bo'lsin, mayli qanday narsa bo'lsin, uning qonunsizlik bilan zo'ravonlikni o'rtaga chiqib, uni buzib o'tish, ya mening qilib o'tish degandek bir xil ko'p xalqning ongida tartibli tuzumlashgan, nizomlashgan bir jamiyatda hech qanday qonun nizomsiz, hech qanday tartibsiz hech kimning uni qo'llash raisiz hamda bevositlam berilgan buzg'unchilikning hammini terrorlik deb qaralib keldi. Xitoy bugungi kunda dal bu harakatni qilyapti demdi. Hamda shuning uchun Xitoyningki hozir Sharq Turkiston olib berayotgan siyosatlari yuqori degandek masjidning mehroblariga qadar Xitoyning bu nejis topini yetdi. Ham demak Xitoyningki Xitoy yanada bizni tushunmayapti. Ya'ni Uyg'ur xalqini tushunmayapti. Xitoy o'zininki yuqori degandek bu 1 milliard 400 milyon nüfusumuz var, bizningki bu kadar cho'ng zamin tuprog'imiz var. Biz dünyada Jahongir davlatlarininki va taraqqiy qilgan
yükselgen devletlerninki askeri güç ve hukuk, nüfus, iktisat cihetten taraqqıgan devletlerin katarına orun aldık dep biraz özüne birden bir şarqdaki bir noça dep qarab atqan bilen Xitoy şu bu 1 milyar 300 milyon xalqini ideologiya cihetten kontrol qilib onu yeteklep mangdigan Xitoyni bir aql egalari e'tirof qiladigan va aql egalarini qoyil qiladigan bir ideologiya manbasi yo'q. Endi Xitoyning hamda xalqi asosan sharq tarafning odamlari shu Guangdong deymiz, shu Zhejiang taraf, andan shu Changsha, Beijing, Shanghai, Tianjin taraflarda asosan Xitoyning odamlari buddist yoki xristian hamda. Ama komünistler asasen şu Xitayning ishkida telmirib jan baqmasa turolmaydigan va yashamaydigan yelin to'ylari yana shuni qabul qilganlik, ammo Xitoy asasen ishkir o'lka taraqqiy qilgan rayonlarda hamda yaqinqi zaman Deng Xiaoping degan bu men onun ortaq chiqqandan keyin biroz yutilgan bir siyosat yurgizib 80-yilning 5-dan tortib qilgandan keyin hamda Jungoninki Xitoy davlatininki xalq Yevropa bilan G'arb bilan bo'lgan, dunyo bilan bo'lgan keldibadi ideologiya almashtirish, madaniyat almashtirish, keldibadi ilm setim, savdo, sayohat ishlari naytdi ko'p yuz berlik. Shu orqali xalqi ko'plab xristian aqidasini qabul qilib ketganlik. Bular xristian aqidasini qabul qilganlar dunyoning Yevropa va G'arb tarafiga chiqib beriqlik, Amerika tarafiga andaza bular G'arbdan va Amerika tarafidan bular biroz demokrat tushunchasi insan hakları hukuku degandek bu naslini tushunib asosan Xitoyning davlati bizda 60-70% tushuncha jihatdan g'arbcha demokratlashib bo'lgan bir davlat. Xalqning engi bu turg'izilib bo'ldi. Tashqi ko'rinishda kommunist. Xitoy buni bildimdi. To'g'ri. Faqat Xitoy hozir ishkir taraflarini biroz o'z mayli qo'yib etib, ba'zi zulmni asosan Uyg'urlarga yoki mushu Xitoy davlatininki mushu G'arb tarafiga Uyg'urlarni markaz qilgan, anda zamoy Tibetliga yoki asonliq millat deb qaralayotgan Mo'ng'ul tarafiga yurgizilgan ekan Xitoy. Endi mushu umumiy Xitoy davlatininki mushda siyosiy, ijtimoiy hadislarning ko'plab chiqish va Xitoy davlatininki hokimiyat sistemasining tavrinib qilishdek bir holatninki asosan buningki kelib chiqishi va bu Xitoy davlatininki hokimiyat sistemasining tavrinishning birdan bir ta'sir ko'rsatgan rayon degan yana Xitoyning umumiy mulohiza bo'yicha Sharq Turkiston bo'lib qolganlik. Shunga Sharq Turkistonda Xitoy medeniyat inqilobi zamonidagi 60-yildan 80-yilga qadar 20 yil Xitoy bu zamonda hamda nurg'un chekidan oshgan zulmni beriqlik hamda. Xitoy ko'nglida biraz şeklini özgertey degan bo'lsa-mu, faqat 60-yillardan 80-yillargacha bo'lgan bu 20 yil ichida mavzuning kafirning qo'llangan siyosatini umuman bugungi kunda Sharq Turkiston xalqiga bir yurgizmoqchi bo'ldi. Ma shaklini azaq o'zgarsa-mu, biraz mahiyat jihatdan o'zgartmoqchi bo'ladi, samoq bo'ladi, ammo mavzuning zamoni bilan bugungi Xi Jinping zamoni o'xshamaydi. Chunki mavzuning zamonida hamda o Jankeş'den kalgan konu Jungo'da bir şu çağdaki G'arbdan Sovetdan ko'chirib olib qolgan bu atalmış her qanday narsa yangi narsa biraz haqqa biraz ko'zini olib chekmay qilib o bir yangilik to'yilib ba'zi yesiyachan odamlarga o'zini jalb qiladigan narsamni. Xo'sh. Shuning uchun Rustum qabul qilgan bir kommunizm bayrog'i bilan Mavzudingning boshchiligida Kompartiya o'rtaga chiqib Jankesh o'zining xalqidan, o'zining millatining davlatidan aldab tortib olib, 20-30 yil bir davron so'ygan bo'ldi. Endi Koni Jungo'da namratlik chekidan eshib, bo'lib Mavzudingning zamonida açıqlıqdan nurg'un adam o'limitim ko'p yuz bergan. Odatda Xitoyning davlatida Mavzuding zamonida haq bir to'xini hukumatining so'rqisiz baqanmaydigan bir ishki qo'y qilib baqanmaydigan darajada ashundaq kooperatsiya tuzilma siyosatida ashundaq darajada Xitoy to'yib ketgan. Yo'qsizlik, ochliqdan, namratlikdan faqat qo'saqdan boshqani o'ylayolmaydigan bo'lib ketgan davlat xalqi. Endi
Şun hazırki Mao siyasetini hazır yürgüzemeydi. Çünkü Mao siyaseti kadar tötürepni itip devlet halkını hiç çıkarmay, kavap aşında bıraktığı kılıp, kosaktan başkan oylayamaydıgan kılıp, kompartiya bilen kosaktan başkan oylamaydıgan, Mao başkanı bilmeydigan dünya dayıladın, aşında bir bikinme, aşında bir dugumu siyasi torudan içedi başkanıp halkını kıygan. Hem de bu Mao 20-30 yıllık bu manevi, maddi cihati eğer namuratlaştırış siyaseti de kosağı toymay, yelini töş, aç kosak, sergi şey olup kalgan Cungu halkı bugün günde biraz keyinki bu nimelige aldırıp geldi Mao Deng Xiaoping'den başlap ta Jiang Zemin'den ta bugünkü Xi Jinping'e geçip aldırıp geldi kendi. Halk bugün günde biraz kosağı toydu, iktisat tarafı kıldı ve dünyanın uzak garip bilen uzak şerq taraflarından umumutluqı uçur alakanın asallışıga, qulaylıqıga erişip halk dünyanın umutuna düşendi. Şunun için komünizm siyasi en önemlisi Rus'un ziminde netice 70-80 yıl devam kılgan komünizm göz karışı bu 90 yıllardan keyin bu berbat bulup bu yarı yeksan bulup süpürüp taşlanıp yana Hristiyan akidesi yani garbçı bir demokrat tüzüm bilen Rusya komünizm juldur kepen çapanına saçlayıp yitip yana garip taraf boyunca yani Hristiyan akidesinki Hristiyan medeniyeti bilen yani garip devlet tüzüm yani demokrat tüzüm birleşken bir devlet barpa oldu. Endi bundan Xitoy Rus'un öğrenigen bu konu fikrini bırakıl taşlayıp için azırak devletin özünün inovatını saklap keliş için Cumhuriyet Sosyalizm degan bir bayrağını kötürüp çıkıp yani halkını 20-30 yıl aldığan oldu. Muşarlıqda hem de halk yani bu aldaşlığımı biraz hem de hazır işkir ülkede yüz biraz asasen ictimai hadisler, narazılık fikirler, halk bilen asker ve saqchi oturuşga tokunuş, devlet boğan narazılıqnınki köplep yüz birisiga erişip hem de halkның ko'nglidan Xitoy asta bugungi kommunist hokimiyati asta jiraqlashga boshlagandan keyin Xitoy qo'liga iqtisodga zo'rlab, iqtisodni taraqqiy qildirib, qo'liga qurol elib, bir qo'lida qurolni, bir qo'lida iqtisodni tutib turib, endi bu davlatni shunday aldab boshqarish to'g'ri keldi. Endi Xitoy shu qadar tadbir qo'llansa, bu Xitoyning davlatiningki ijtimoiy va siyosiy muqimligi va o'zaro davlatning umumiy sistemasida Cungu sosyalizm ve Cungu halkınınki bu Xitoy devletini qo'g'dash, saqlab qilish ve onun uzun zamangacha davran sürdürüş için bo'lgan ishonchi asta yo'qolishga boshlab mangdi. Şoň bugungi kunda bu yo'qolishga boshlab ben bizdeki bu Xitoyning ichki o'lkalarida Xitoyninki Xitoy tushunchasida Xitoy davlat ang tushunchalarida bu xildagi ma'naviy va ijtimoiy hadislarning ko'plab yuz berishga erishib hamda bizden 80 yıllardan beri bizden Uygurlardaki İslami uyg'unish ortaga chiqdi. 90 yıl bari inqilob yuz berdi. Undan keyin G'ulji voqeasi yuz berdi. Yaqinda Urumchi qatlami yuz berdi. Bu uch cho'ng inqilobninki ortaga chiqishi bilan Xitoy ana Sharq Turkistonning qo'ldan ketish mumkin degandek bir endisha bilan bir ensirash bilan o'ziniki bu qalliq qo'lini bu zamonga uzatishga boshladi endi. Endi Muşu qalliq qo'lini mush zaman uzatish bilan hamda mush zamanda cho'ng chekitdan oshgan mush Xinjiang zaminini Xitoy tili bo'yicha bugungi Sharq Turkiston tuprog'imizni saqlab qolish uchun Xitoy hamda nurg'un hamda xalqaro munosabat jihatdan bo'lsin hamda atalmış Xinjiangni gullantirish va Xinjiangga yordam berish degan har xil vositalarni qo'llanib ancha muncha bizningki ba'zi rang jihatdan ba'zi moddiy ehtiyojlarimizni ba'zi o'zgarishga sebep bo'lgani bilan yani mahiyatan bizning dinimizga yani milliy hissiyotimizga yani Sharq Turkiston davlat da'voyimizga Sharq Turkiston mustaqillik da'voyimizga bo'lgan qarshiligi Xitoyninki mavzuning zamonidagi hozir biroz chekidan eshib ketganligi. Xo'sh. Buning ifodasi bizning uch qatimliq bu barin jihodidan boshlab barin jihodida asosan %70-80% dini sahadaki ziyalilerimiz, %20-30% pende qo'ygan Xitoyning qo'lida tarbiyalangan ziyalilerimiz qatorliq ikki tarafdan shunday bir ziyalilarda bir uyg'unish maydonga keldi. Xo'sh. Lekin bu uyg'unish barin jihodi umuman din va fan sahasida yetilgan ilm hukmlarini ziyalilarni biroz uyg'otishga sabab bo'lgan bo'lsa,
Eningden keyin bu asta da'vat va tabliğ huquqi kengaygandan keyin anıza xalqning Xitoyning resmi bizga bir dushman, bir tajovuzchi, ishg'olchi, bir kafir. Dinimiz, tilimiz, yezig'imiz hech nimamiz o'xshamaydigan ayrim bir madaniyatlik, ayrim bir ideologiyadik, ayrim bir küfür millet bo'lib ekanligidek bir xil tushuncha asta bizning xalqimizning o'choq beshig'icha, hatto chayxonaning suhbatlarigacha bu yetib bordi. Shuning bilan anıza bizdagi bu G'ulji Piral voqeasi anıza Urumchiga bu Urumchi qatlamida 2008-9'da yuz bergan. Asosan yani Xitoy hamda bizni hech unda bo'lmasmikin deb bu qibda qilmaydi-ku degan odamlar deb qaragan odamlardan Xitoyga bo'lgan qarshilik qo'liq tosh kesak elib Xitoyga qarshi bu ishlar yuz berdi. Xitoy bo'lgan endi Turkistondan bo'lgan ensirishi biraz endişe haddidan eşiyordu demdi. Hem xalqarada hem de bu milletçilik davası bilen bolsun, İslam davası olsun, endiki Afganistan'da, bu Suriye'deki bizninki meyli qandaqlı olmasın, biz Uygurlar için bir iş qılanmagan bolsak mı chet elde köplegen teşkilatlar, vatan ve millet din davası bilen köplegen teşkilat meydana keleglik. Bu xalqarada mesela bazı çoğun teşkilatlarda kun tertip keleglik misal. Yani xalqaro çoğun devletler bunu mesela Avrupa tarafından, Amerika tarafından yoki devlet qo'llaqliq bu da'volarimiz. Shuning bilan Xitoyninki Sharq Turkistonni saqlab qolishda ichki jihatdan, tashqi jihatdan va Sharq Turkiston o'zidan bo'lgan qarshilik kundan-kun kuchaydi. Endi Xitoy shunga asta endi elqi qo'yni hamon bo'g'izlangan qo'y elqi putquli tushalgan vaqtidami pichoq so'z hamon pitirlab boqqandek Xitoyning bo'lgan Sharq Turkistonni saqlab qolish uchun bu bir pitirleşi. Allaqachon Sharq Turkiston xalqining qalbidan Xitoy o'chdi. Xitoy hokimiyati atalmış Cumhuriyet sotsializm degan bu atalmış naslari bu islom dinini Cumhuriyet sotsializm için xizmat qildiramiz degan bir siyosatni Xitoy ko'tarib chiqardilar. O xalqimizda ahang o'sdi. Kommunizm qanday bir tushuncha, buddizm, mayli bo'lsa Xristian dini, islom dini, Budda dini qatorliq bu dinlarninki asli mahiyat Qur'on hadisga bayon qilinishi, bu dinlarninki bir bilan bo'lgan munosabat va bog'lanishi, andan keyin bugungi islom dinimiz va Qur'oni Karim va hadisninki bugungi kunda insoniyatga qandaq bir talabni qilayotganligi, bu Qur'onni tushungan odamlar qandaq bir güzel bir yo'nalishda to'g'ri mangda qatorliq bu narsani xalq tushundi. Tushungandan keyin Xitoyning qisqartib aytsak, Xitoy meyli xalqaro jihatdan, meyli vatanimizning ichi jihatdan, Xitoyning o'zining xalqi tarafdan hamda Xitoyninki hamon aniqida chak-chakdan parchalanishdik, hamon Sharq Turkiston yoki Tibet qatorliq bu zaminlarninki hamon Xitoyning qo'ldan ketishdik bir xil aniqi balaning tug'ilishi yaqinlashgandek bir xil hadis Xitoyning o'zini biroz adres qiliqliq hamdi. Xo'sh, bu Xitoy o'zininki xalqinimi Xitoy doiralari shu hukumat doiralarida bo'lsin, har qaysi shu ish o'rinlaridagilar o'zining xalqini rozi qilib bo'lmay turayotgan bir sharoitda, chunki Xitoyga muxolif torbatlarda bo'lsin, Xitoyning ichkiridagi ishlarda bo'lsin, nurg'un xalq Xitoyning hozirgi hokimiyatiga qarshi nurg'unlagan faoliyatdan elib borayotgan ko'rinishda oxirgi yillarda nayt ko'plab maydonga chiqyapti. Xalqimiz so'zlab aytgandek rozi bo'lmagan bir sharoitda boshqa tamoman ayrim bo'lgan, hiçbir jihatda bizning o'xshashligimiz mumkin bo'lmagan bir xalqqa, ya Uyg'ur xalqi bilan Xitoyning o'rtasida urug' tuqqan munosabat o'rnatamiz, urug' tuqqanchiq deb bo'lamiz deb shunday bir kulkilik ishni qilish. Abduqodir akamning bir gapi bor, o'z vaqtida satgan bir safsat sifati bu ikki millat ayrılanmaydı. Xitoylar Uyg'urlardan ayrılanmaydı. Uyg'urlar Xitoydan ayrılanmaymiz deb hamma yashaflab o'tgan bir so'zlar bor. Abduqodir akamning nima deb ayrılanmaymiz sen bilan deb gapi bor. Nərimiz o'xshashsan bilan ayrılanmaydiganqa deb. Yani bu endi shunda o'zining xalqini bir rozi qilmay turayotgan bir tajovuzchi bu Xitoyninki bu ishg'ol ostidagi bu xalqga silchi qancha ta'sir bo'ldi buningki, bunday safsatninki. Bu asli uni Xitoy uchdan ayrılanmaslik, asonliq millatlik, ko'p sonliq millat ayrılanmaslik, ko'p sonliq millat, asonliq millatdan ayrılanmaslik, asonliq millatlar o'zaro bir-biridan ayrılanmaslik degan bir narsa ko'tarib chiqqanlik. Mana qachon dedik bu gapni cho'ngmasam bu ekan bu gaplar. Xo'sh. Endi Xitoy
Hem de bizi karta Uygurlu Xanzul Uygurlardan ayrılmaydı deglik ama Xitay milleti birbirinden ayrılıp getiş biz emez. Xitay milleti içki ülkelerde birbirinden ayrılıp getiş xavfine duş geldi Xitay'ın devleti, Xitay hakimi sistemisi hazır. Endi bunu taşın tayak çangılmaydı. Ben yukarı degende yani biz Uygur halkı 7 yaştan 70 yaşgacha Xitayning kimligi bir tajovuz, ishg'olchi, bir dinsiz, kommunist, bir kafir. Ezelden bizden hiç qanday aloqamiz yo'q ekan xalqimiz millet bilib yetdi. Andan keyin Şinjan degan ismdimi Xitoycha yozilgan bir xat Zozongtang tunji qadam ishg'ol qilgan vaqtda Shin degan so'zni yangi degan ma'noni bildirib, Jang degan so'z chegara. Bu chegara rayoni, ya'ni Jangda bu belki şu chegara rayoni Türkiston vatanimizningki ikki dona cho'ng qumluq ve 3 tane Karakurum, Tangritaq ve Altay tağları Katarlık muşut 3 tane çoğun tağını, 2 kumlukni, onun çigara liniyasini sızıp çıkan bir kişi Jang degan bir xatni sızıp çıkırlık Zozongtang. Endi bu Şinjan degan xatning özüde bu yangi çigara rayon, yangi açılgan rayon degan ma'noni bildirdi. Xo'sh. Endi Xitoyning o'zining davatgan gapidimi? Faqat bu Türkiston zaminimiz ezelden Xitoyning emas, Xitoy yangidan kelib qolgan bir millet ekanligini şu Xitoy qo'ygan Şinjan deb o'zgartgan xatning o'zi buni bizga bildirib turdi endi. Demak, buni albatta bizning o'quvchilarimiz Xitoycha o'qigan, mayli Xitoy tilini bilgan Uyg'ur ziyolilar biladi bu narsani, tushundingmi? Xo'sh. Xitoy bunaligi o qadar kuchaygan sari hamda yuqori degandek bizning xalqimiz asosan mahiyatda milliy kimlik, islomiy kimlik, mayli til, yoziq ayrim bir vatan ufqim jihatdan Xitoydan mutlaq ayrilib bo'ldi. Bu so'g'igacha, uygacha kirganligini hozir biz Xitoyning bayrog'ini meshitga emas, uyga qadab qo'y Xitoyning bayrog'ining rasmlari ya Xitoy davlat girbining rasmlari uyda namoz o'qigan vaqtlarimizda ya kitob jurnaldan chiqib qolib qolsa, köta uychama bilan o't qilsal deydigan mana bu hayotda cho'ng bo'ldik biz. Endi ota-onamiz bizga ani o'rgatgan. Bugungi kunda uni olib masjidning merobsiqcha uyga echib qilgan degan albatta bo'la Xitoyning zulmidan, besimidan sukut qilib turgan bo'lsa-mu, Xitoyning kimligini, uning bayrog'ining qanday bayrog ekanligini, uning davlat girbini va Xitoyni obdan tushunib yetaylik xalqimiz. Qabul qilinmaydigan darajaga yetdi. Xo'sh. Shuning uchun bugun Xitoy buni tushungan Xitoy hamda ya'ni faqat o'zining qurolning tepkisidan hokimiyat chiqadi degan Xitoy falsafasi bo'yicha hamda u narsa qurolning tepkisidan hokimiyat chiqmaydiganligi bugun o'rtaq chiqib qolganlik. Qurolning tepkisi bilan qurol bilan hokimiyat qursa-mu, umuman xalqning qalbini mayil qilolmasa, xalqning qalbini utanmasa, xalqni o'ziga xalq bilan o'zining o'tirisida mehr muhabbat bağlanış paydo qilolmasa, hokimiyatning davom qilmaydiganligini Xitoy bugun tunib yetaylik. Bu Xitoy qurolning tepkisidan hokimiyat chiqadi degan gap mavzuning so'zi. Lekin bugun kunda qurol kuchi bilan sizlar shu olib hamda bunu tunib yetib hamda hozir urug' tuqqanchiq bu safsatisini, bu munosabatni shuning uchun yo'l qo'ydi demoqchiman. Yo'l qo'ydi, ammo bu taşın tayak tangını bulmagandek qasla. Bu herkes qo'llashmaydi. Endi xalq amal yo'q, ha deydi. Ameliy jihatdan unda xalqqa urug' tuqqanda yaxshi muomala qilish aslan mumkin emas. Bu bir siyosat shaklida o'tirib qo'yibdi, buni majburiy shaklda tengib bir insonga do'stlik, bu urug' tuqqanchiq munosabat degani bir tengib majburiy tanilgan narsa emas-da bu. Yillardan buyon bir inoq o'tishimiz kerak, u bu dedi, inoq o'tdimi bu xalq? Mumkin emas inoq o'tishida. O'xshamaydigan bir xalq. Uyg'ur xalq savodsiz emas. Bugungi kunda xat yozolmasimi Xitoyning kimligini bildi. Tunigin buvoqlarini qirgan. Bir bola o'shiq tug'ilib qolsa 40-50 ming Xitoy pulini qiqirib turib, uyini malkallarini setib turib pakan olgan, jarimani olgan, Uyg'urni bu qadar qaqshatgan, işte 50 yil, 30 yil, 40 yil burun Qur'on kitoblarini ko'ydirib, ilmlarni o'ltagan. Yaqin inanmagan G'ulji qatlam, Urumchi qatlamidan nurg'un Uyg'urni o'ltagan Xitoyni Uyghur xalqi bilmay qolmaydi. Bu herkes mumkin emas. Buningda inshaalloh har bir yomonlikdan bir xayrlik va deb degan bo'yicha endi inshaalloh bu besim yuqorilavergan sari bu bir xalq. Xo'sh. Endi ovchining quroli bo'lsa, keygining xudosi bor degan bir gap emasmi?
endi Xitoyning quroli bo'lsa, bizning Xudoyimiz bor, Rabbimiz bor. Bizga haq bir da'vo bor. Faqat Sharq Turkiston bizning, Xitoy bizning dushmanimiz, bizni ishg'ol qilib kelib besib olgan. Tarixda 50 yillardan beri bizning buvoqlarimizdan tortib, bizning Xitoyning zulmi ananing qarnida tug'ilmoqchi bo'lgan buvoqcha yetiglik. Buni xalq obdan biliglik. Biz bir adam anamızga ya hadisanlarımız hakaret qilib qo'ysa, biz bütün şu kadar g'azabimiz, achchig'imiz kelib, biz pichoq ko'tarib chiqadigan bir jasur millatdik. Hilmi ham alhamdulillah bu xildagi alomatni, xarakterini tek yo'qotmadik deb qarayman. Bugungi kunda biz buni yo'qotgan bo'lsak, bugungi kunda u ayollarning hijobni olsan, o'zingni yapapsan deb saqchilar yaqinlashsa, nurg'un qarindoshning qo'liga pichoq qilib saqchilarni o'ldirgan ya o'zi o'lgan nurg'un ishlar o'tirib chiqardik. Biz tek bu xarakterimizni bu madaniyatda tugatmadik. Endi demak, endi zulm haqiqatan chekadigan eshiqliq va Xitoy jiq endi Uyg'urlarning bugungi qurolliq bir bosish xarakter bir qo'zg'olon o'ltirib chiqolmagandan keyin bizni Xitoy biz Uyg'urni unini ichiga tushirib etdik, bosh egdik deb qarash mumkin, ammo yuqori degandek bu bir ruhni, bir haqiqatni quroldan bo'ysundirib bo'lmaydigan bir narsa. Uning hamma dunyo e'tirof qiliqliq. Bugungi kunda Xitoyning Xinjiang, men nima uchun bu Guangdongni, Xinjiang, Shamin degan o'lkalarni, o Xinjiang, Shamin ya Shanxay azaldan Jungoning bir ayirmas bir qismi uni demaydi. U azaldan Jungoning zamini. Lekin nima uchun bizni deydi? Xitoyning o'zi nima uchun bildirib turibdi har fursatda. Turkistondan boshqa o'lkalarning, ichki o'lkalarning hammasini biz azaldan Shanxay yoki Beijing bizning ayrilmas bir qismimiz deb uni hargiz demaydi. Ammo bizning Turkistonni deb turdi. Xinjiang bizning azaldan ayrılmaz bir qismimiz, Jungoning bir ayrılmaz bir qismi. Emas deganlikda. Mening emas degan gap. Xinjiang degan xatning o'zimi Xinjiang mening emas degan gap. Xinjiang azaldan bizning bir davlatimizning ayrılmaz bir tuproqi degan gapning o'zimi Xinjiang azaldan mening emas degan bir gap. Bizning tilimizning, yezig'imizning, dinimizning, milliy shaklimizning o'xshamasligimizning hammasi Xinjiang azaldan Xitoyning emas. Ya'ni bu ayrim bir Sharq Turkiston nomli bir davlat. İkenligi bu bizning 7 yaşdan 70 yaşgacha har bir o'g'il qiz buni savotsiz edimi, dehqon buni tunib ketdi. Bugun Uyg'urlar 10 mo'ya kepasadigan bir Uyg'ur, shu 10 mo'yaga ketadigan butun ish emgak, qantar ketadigan iqtisod hamma narsani yig'ishtirib yil oxirida shu 10 mo'yadan olgan hosilni chiqarib bozorga solsa, ya uni jinga solsa, bizningki shu 1 yil 10 mo'yak ishlagan ish haqqi chiqmoqliq, ketgan mablag'. Xitoy buni bilib turib, shu 10 mo'yaning shu kech-kunduz tipirlab o'mlab ishlaydigan, aran qo'sqini vaqadigan, yerdan bir pun foydalanmaydigan bir siyosatni Xitoy yurgizib, Uyg'urni etizlikdan kirmaydigan qilib yetiglik. Hatta bugun kunda hozir anglayman degan soat 8 bayroq chiqirdi ekan, butun xalq yig'ilib 7 yaşdan 70 yaşgacha hammasi maktabdan tortib, maktabda o'quvchilar maktabda dehqonlar, savdo tijoratchilar shu o'zi chaqayadi. Har kuni mashq chiqqandan o'rnida bugun bayroq chiqirgan chiqadi ekan. U kunda qilaversa, majburlaversa uning amal yo'q, bechora xalq qo'lida qurol bo'lmagandan, kuch bo'lmagandan ma'qul deb turdi-yu, qalbidagi Xitoyga bo'lgan g'azab va nafrat oshirdi. Bu ot kun-kunga tutishadi, kun-kunga oshadi. Bugungi kunda bu Uyg'ur xalqim biz endi ya Xitoyning qo'lida o'ylab tugaymiz, ya Xitoy bu zamondan qo'g'lon qilib o'ylab chiqariladi. Ikki hadisning birisini Alloh bu zamonga taqdir qilmagichilik, bu to'qinish, bu surkilish hargiz xotim berilmaydi. Bu biz uchun endi mavqeda mustahkam turib, Xitoyning bir dushmanimiz ekanligini tunib yetib, hatto bizni sayda qilolmaydigan darajada ashna chirmab boshqarib olsa-mu, Rabbimiz Allah, sen kafir bizning dushmanimiz, sen tajovuzchi, islomning dushmani degan nuqtadan mustahkam turib, Xitoyga tik turib jon bera olsak, bu biz uchun bir g'alaba, diniy nuqtadan e'tiqod vaqti. Ammo Xitoyningki bu bizni urug'tiqqan bo'lib, ilqadek o'choqning beshigacha uyga kirishib, jamining marrabqish qadam qo'yishib, bu Uyg'urlar Xitoyning majburiy urug'tiqqan bo'lishga va majburan bir-birini mehmon qilishga va majburiy masjidning mehroblari Xitoy o'zininki Xitoy istixborotlarini oshkora yo'shin g'alchillarini ekirib, imom xatiblarning jamoatlarimizning butun amal ibodatlarining butun harakatlarini 24 soat Xitoyga ma'lum qilib turadigan darajada
bu kadar sınıp çırmap kirdim deb Xitay özününki hukukiga, puliga, qural yarıqiga işinip bunun biraz özü Xitay körenlavatıdı. Ama allaqachon bu narsa xalqning qalbidan o'tgan, yo'qolgan bir narsa bu. Xalq amal yo'q. Bu yerda o'z xalqning jasadi o'ladi. Degan bir bizni o'ltirgan bilan, bizni yo'qotgan bilan Uyg'urning Sharq Turkiston musulmonlarininki Allohga bo'lgan, u vatanga bo'lgan, bu millatga bo'lgan, u tuproqqa bo'lgan Xitoyga qarshi bir jihodiy, bir inqilobiy ruhga bo'lgan bu tushunchisini, bu ruhini menga yo'qotolmaydi. Uyg'urni butun qirib tugitib bitilmaydi. Bunun biz Allah'ın bergen bir sınaqları bizim tarixte bu kündüğünü Xitay bilen bu Xitay bizden xatircem bo'lgan bo'lsa Xitay o kadar qimmaydi. Xitay bizden xatircem bo'lanmay bizden texem ensirep muş Uyg'ur baş götürüp qilib qolsa Uyg'urning gibi Avrupa'da milletçiliğinin gibi qo'lab qolaba, İslam dünyasida musulmonlarning mujohidlarining gibi qo'lab qolaba, Sharq Turkiston mustaqillik, İslam azadlık davaları dünyada kündüğün eşi vardı kaplava dünyanı Uygur'un derdini tanışaydıgan cık edemli dünya köpeği vardı o. Dep Xitay üzerinden ensirep bu hareketi kıvadı. Ama bu inşallah bizge bir yaxşılık. Eğer tonup yesek yaxşılık bu biz bunu çetişimiz gerek. Hem de her bir Sharq Turkistonlik xalq hem de qandaqlı bo'lmasa Xitayninki bir qirg'ichi, bir qon to'kichi, qon shurg'ichi, bir tajovuzchi, bir kufr, bir kommunist, kafir, ishg'olchi ekanligini har bir Turkistonlik unutup kalmadı ve unutup kalmaslık gerek bundan keyin. Bu Xitayninki bu mecbur urug' chiqqan bo'lish bizning islomimizni o degan kafir tamaq yeb qo'ygan qachon suv ichgan bizning bolalarimiz kafir tamaq yeb qo'ygan qachon suv ichmaydigan, kafir tutib qo'ygan olmini yemaydigan, kafir tutib qo'ygan nonni yemaydigan mundaq bir yetilgan millat. Odatda 96-yili Qashqarda bo'lgan voqea bir qassob bola kelib bir kasabın kaşıklı bir Xitay bir go'shtdaydi. Ana shuning bilan u kasab bola o Xitoyga bir go'shtni kesidi. Kesgandan keyin u Xitoy qo'pib, "Ma yog'lab ketdi, qarasini san oldi" deb to'li gap qilgandan keyin endi uni norozi qilib qo'ymay deb yig'in elib yetib, yana bir go'shtni keskichi azroq achchiq kelib, uning pichoq qo'liga tekdi. O'zining qo'liga. Qasabning. Shu orqali qo'li kichigina qanab ketib qolgandan keyin endi şu kan juqi kichikkina bir chivinin qanidagi bir qon Xitoyga bergan go'sht tegib qolganmi ya? Yoki shu sen qon kesib etgan qo'lingni bizga men go'sht berding deganmi? Shu orqali go'shtni olmay ketdi. Olmay ketgandan keyin sen anda yana hamda buning boshqa yerdan kesib beraymi yoki desa unmaydi. Ana shuning bilan bu go'shtni kes desa ya olmaymi demaysan, shu jidal chiqib Xitoy verdi uni bir satlab tillaydi. Shu orqali o bala Xitayni bo'g'izlaydi berdi. Chunki Xitoy berib bo'lgan go'shtni elib qo'yaqliq. Go'shtni Xitoy tutib qolganlik uchun. Xitoy bergan go'shtni bir qadam tutib qo'yganlik uchun bala sen o'zing olib ketsangiz Xitoy unmagandagi Xitoyni bo'g'izlayib o'tganlik berdi. Shuning bilan keyin askarlik, saqchilik kelib balani etiqliq. Demak, bu narsa shu balaning dabni murosimida Xitoy minglagan saqchilarni furaj kiyindirib, jinozaning atrofini qurshab, shu balani dabni qilmoqchi Xitoy nad zerek sezgir turdi. O balaningki voqeasi hozir Qashqar xalqining misol Turkiston xalqida o bundaq masala jiq yuz berib o'tadi vataning, yuz bergan vaqtida. Demak, mush masala azaldan bizning normal Xitoy biz gerçi namoz o'qimaydigan, fasiq, fajir bo'lgan Uyg'urlarmi Xitoy tutib qo'ygan narsani yemaydigan, Xitoyning qachisi tamoq yemaydigan bu qadar turmush odatimizda bu madaniyatimiz singib ketgan bir ahvol. Shun qo'qab pichoqlarni, qassoblarni ko'rsangiz bizdan shu pichoqdan tortib hozir oshqodan qassob qolsa butun qing'roq chadamiz bog'laqliq. Hammasi Xitoy o'zi yani qo'qigan avval qo'l ko'taradi degandek qidiqliq. Bu endi nima deymiz endi bu Kompartiya yaxshi, Kompartiyaga rahmat deb Kompartiyadan suyunadigan, Kompartiyaning zamoni qusqimiz to'ydi, Kompartiya bo'lmasa yangi jungu bo'lmaydi, yangi jungu bo'lmasa bugungi bu to'qishliq bu yashab turib bo'lmaydi degan o'tkeldan xalq o'tib ketganlik. Hatto Xitoy xalqi ham chiqib bu o'tkeldan o'tib ketganlik. Xitoyning dushman ko'rish nisbati kundan kunga Xitoyning davlatida ichki o'lkalardami bu
Günden güne president jihatdan Xitoyning dushman ko'rish nisbati ko'payib atgan va Xitoy hokimiyatini qo'llash nisbati azayib atgan bir davr bo'lgan. Bu biz uchun balkim Alloh taolo o'zi taqdir qismat bilan bizning ahunat zarlarimiz, duo talablarimizni Alloh qabul qilg'isi. Bugungi kunda bu biz uchun bir yaxshilik. Xitoyninki manda aytamiz endi bir pay tömeni tamning tugi tashlab qo'ysa dadilib sesib tugaydi. Shundaymi? O tömeni tugishidi. Tashlab qo'ysa hech kim aytishmasa uning yo'l tegib, yam qo'yib, yo'l nemdi buziladi. Ammo o tömeni o'choq chirib, bolqiyib, tavlanib, chaqlab ekaydirilgandan keyin o qanchaki o tömening beshida nurg'un azob, uqubatlar, nurg'un sinoqlar, nurg'un savdolar o'tgandan keyin o yaltiroq, keskin o'tkir pichoq aylanadigan narsa. Bu millat siyosiy krizisga, iqtisodiy krizisga, e'tiqodiy krizisga duch kelishi millatning yani bir uyg'unishini keltirib chiqaradi. Men endi bu masalaga bunda qarayman. Xo'sh, endi yana bir rezillik bu yig'inashib atislam 17-islam Xotanda o'timizniki. Xotanda shu viloyatlik partkom shujasi Jang Jinbyo degan shu Xitoy qatnashib tunji qatim 352 nafar apsharkisini yani bu Xitoy kadrlarini shahar noiladagi butun masjidga o'rlashtirib shu yerda kech kunduz shu yerda yetib qo'yib ishlab qilish uchun yo'l hisoblanadi. Buni nihoyatda dog'dug'liq yig'in ochib bular har birisiga, har bir atratga sen palon noiga borsan, palon shaharga borsan, boradigan bashadan bo'lsa har bir atratning boshlig'iga bayroq taqib, bayroq tutqizib. Xitoy aslida ham yillardan buyon albatta Sharq Turkistondagi butun eng zil o'rin bo'lgan masjidlarga o'zininki josuslarini, o'zining xodimlarini ichida bo'lishi har qanday bir normal bir aql egasi shaklanmaydigan bir masala. Aniq bir masala. Yillardan buyon buni qilib keliklik. Endi bu qatim shu oldingi kun 17-sida rasmiy shaklda o'zininki kadrlarini shu masjidga qarash, masjidni nazorat qilish beqish uchun 350 kishi odamni tunji turkumda buni yo'llabdi. Buni qanaqa qaraydi? Nimaga ehtiyoj bo'lib qoldiki Xitoy buni qilishga? Zaten aslida sizning nurg'un odamlarning boti bu yerda sana xizmat qilgan. Mayli fuqarochi kiyindirib qo'yib bo'lgan butun hamda. Bu hamda kech kunduz butun bu yerda buni qilishga maqsadlarini nurg'un safsat setibdi. Shu Dinnizoda partiyaning bu tamamen dinni boshqarish, sotsialistik nimaga uyg'unlashtirish uchun harakat qilishlar sizning vazifangiz ajoyib muqaddas vazifa bu deb safsatini setibdi. Xitoyning bu masjidga qadar bu xilda Xitoy uchun xizmat qiladigan bu odamlarni o'rlashtirishning maqsadi bu har kim har xil muloyiz qilish mumkin. Endi meningcha Xitoy 80-yildan 90-yilgacha masjidni kontrol qilmagan mushmanqiliqlik. Endi masjidga asosan kommunistlar kirmaydi, kirsam az kiradi. Xitoy kommunistlar kirmaydi, kirsam Uyg'ur kommunistlar kirdi. Qayrg'anlari, pensiyaga tushganlari hamda vaqt yutamizda partiyasi o'g'illiga qiz vermaydigan va qizini haq olmaydigan o'lsa to'y to'kin va nazarchilarga uylanma partiyalarga qatnashmaydigan ishlar bordi. Ular o'lgandan keyin o'zi Uyg'ur Xitoy qo'mishiga o'zida xizmat qilib salgan, qayrg'an vaqtida beriblar. Hamda o'g'il o'lish, qiz yatlik qilish uchun ya o'limitin bo'z jamoat uy kaynilmagandan keyin ashuna bir shakliga namz qo'ygan odamlar bo'lgan. Endi Xitoy o'g'lini shu chaqlida hamda maxfiy jihatdan siz namoz o'qib mo'yda bir ishlar bo'z deb o'g'lini o'l qo'ygan. Mening bilishim shu vaqt men es qilganlarim endi. Endi Xitoy yana ta bugungi kunga qadar yana Xitoy o'zininki shu chaqimchi jasuslar orqali hamda nurg'un hamda demek Xitoy 90-yillardan tortib har bir jamining imomlariga alohida imomlarning o'zi Xitoyninki 90-yillarning burun kim bo'lsa namoz o'qiydigan ish bordi. Hamda 90-yillardan 95dan hatto 2000-yildan beri xalqqa bir odam chirib har qanday ulamo bo'lib ketsami, har qanday bir bo'lib ketsami, asli Xitoy bekitgan imomdan boshqa bir odamning chirib namoz o'qishiga ruxsat yo'q. Ayda qilganlik ham chekiblam qo'ysa, apar tutuqlik. Men shunday bo'lgan.
Şu 2013 yıl 5'de birinci ay, ikinci ayda men namaz okup kalgan, men iş çürüp, keyin men imam bulup oldu dep çıkıp koygan. Şonda kapılık çıkkan. Demek Xitay emdi hazır 90-yıl, 80-yıllardan 90-yılgacha o'zi imamlarni qattiq kontrol qilmagan pushmanqiliqlik. Chunki endi Turkiyada bir gap bor ekan, boshqa bir odamning gapi ekan o. Camiden siyaset çıkmaz deb. Ama bizim Türkistan'dan camiden siyaset çıktı. Bizim siyasetimiz bizim milli, dini, İslami davalarımızdan hemisi asasen %80% dava camiden çıkarlık. Bütün İslam tarixi düşünen çıkıyor. Aslı camiden bütün merkezde aslı. Bugün bizden vatandaşlardan davet etmiyor. Aslı Kur'an'ın, aslı biz peygamber ruhu bilen Resulullah'dan keyingi 4 halifenin ruhu boyunca aytganda bütün siyaset, bütün kanun tüzüm, emri ferman, çekleş buyruğunun hemmesi mihraptan çıkarttı. Şunda boz bulattı. Ama dünya kafirleri, dünya komünistleri bunu bilgeç, fakat mihraptan çıkan siyaset, mihraptan çıkan emri ferman, buyruk, yasak ve buyruk çeklemenin hemmesi bu başka çıkır iken, bunun dikkat, bunun ensirişimiz, korkuşumuz gerek. Hoş. Dep hem dünya kafirleri bunu ta Osmanlı'nın yokluğu aciz kadar hem de dünyada İslam, Orta Asya'da İslam, Türk milli Müslümanlarını bastırış kadar hem neyse, bu işten çıkan neyse. Hem de Xitay, yani bu ülke Xitay olganlığı için Xitay Şarkı'nın Keçel Köprüsü'de bir namı var ilgili. Osmanlı zamanında ilgili zamanlarda o Xitay halkaralaşmagan bir Xitay mı o? Moğol'un kolunda 300 yıl, Manchu'nun kolunda 500 yıl yaşap, Tang Sultanlığı'nın ta mesela Song Jung-sen inqilabı 1907 yılga kadar 7-800 yıl tarixte kul olupla gahi Manchu'ga, gahi Moğol'a boysunub yaşagan Xitay mı? Endi şoňa devlet idare kılış, halk başkuruş jihatda feodal zamanda Moğol'unki bazı sepsetlerini söylep kelgen bolsa-mı, yakınki 300 yıl, 500 yıl burunki devlet başkuruş umumy dünyanınki meyli qaysi ideologiya, qaysi ekonomik tabi Hristiyan ya İslam olsun, devlet başkuruş devletçilik an düşünceden Xitay biraz mahrum kılınlık. Şoň hazırgacha Xitay tipirlap atadı bunu. Mesela Amerikalık olsun, Angliya olsun, mesela Angliya'nı eysek, bu Angliya kaçan kurulgan hazırgacha padişahlyk tüzüm devam kıladı. Feodal zaman hazır kadar hem de. Bular Hristiyan qanday bir ideologiyanın sahibi, yani Allah'a bağlangan bir akide buladı. Öz burmanlıgan İncil, Tevrat'tan kalgan bir özgertilgen din olsa-mı, Xitaydan korkulgan bir hak. Ma Xitayninki hem de onda bir alay dikkat kıldıgan bir medeniyet yönelişi yok. En azından kul bolgan bir millet mi o? 7-8 yıl tarixte. Yani şunun bilen Xitay bugün günde hem de devletini saklap kalışta aşında tipirlap atkan bir mesele. Ondan keyin hem de Xitay ma ideologiya, ma din, akide, düşünce degen narsani Xitay bilgen bolsa, bunu mahiyetten tungan bolsa, Xitay hukuk bilen pulga iman etgan bir mahluk mavjud emdi. Bunun imanı hukuk ve pul. Yani bizning Xitaydan başka meyli Buddizm olsun, meyli İslam olsun, meyli Hristiyan olsun, kim olsun, onun akidesi bir asman ve zeminni yo'qdan barliq paydo qilgan bir tengdaşsız bir kuch, bir qudratga bog'langan aqida ma'vo. Endi eng mukammal, eng to'g'risi teximiz İslam. Endi Xitoyda bu narsa yo'q endi. Shuning uchun Xitoy davlat xalqni mayli qilish, xalqni davlatni nima bilan boshqargan bo'ldigandek bu xil bir ang tushunchada Xitoy hali Moğolning, hali Manchuning qilish qalqanlaridan, akbaralligidan qo'rqibla teslim bo'lib, lebbey deb 7-8 yil yaşagan Xitoy bugun kunda davlat quriblam chiqiblam, endi shu qurol bilan pul bo'lsa hammasi yeyilgan o'xshaydi degandek mavzudan tam jangzimin ta hozirgi Xi Jinpinggacha bular shu davlatni azaldan Xitoyninki shu ang tushunchasi bo'yicha davlat boshqarib kelaylik. Ammo bugungi davlatni mahiyat Xitoy yo'qdi qo'yaqliq. Shu ansizlik. Endi shuning uchun hem de yakından bir azrak sezgen boz gerek 60. yıldan 80. yıldan hazırga kadar hem de 90. yılgacha 10 yıl etrafında mescitte biz Uygurlar Xitoyga tushunmaydi ya Xitoylik Uygurdan ko'mir so'pga adamlar Xitoyga borib chaqmaydi degan niyat bilan bizning tabliğchilarimiz, da'vatchilarimiz, mesela Abdulmuhammad Mahsum hajim ustozimiz
turmudan chiqishi, Mahmud Hasan Mavlevi Damollam qatorliq ustozlarning turmudan chiqishi va bizning yangi tarixiy Hamidiya, Rashidiya, Aminiya qatorliq tarixiy kitoblarningki Qarxallas, Yarkan Sayda xonliq oyat, undan keyingi Yoqubbek Bedavlatga oyat, andan dunyodagi islomiy va diniy tarix kitoblarimizdan ko'plab tarjima qilinib o'rtaq chiqishi bilan xalq biroz uyg'onib 80-yildan 90-yilgacha 10 yil Uyg'ur xalqi uchun hamda iqtisodiyatda gullanmagan bo'lsa-mu, hamda din va millat vatanni tunish jihati, tarixni bilish jihati bir Saydiya xondan keyingi zamanda bir xalq ma'naviy jihatdan bir bo'shash xarakterlik bir ong tushunchaga ega bo'ldi xalq. Buni Xitoy mush 10 yilni Xitoy levinch upload deb levinchliklik. Mush atrofda masjidni kontrol qilmagan Xitoy. Shu bugungi kunda Xitoyning xalqi biroz suvni eqib bo'lganda turgan sahaning foydasi yo'q, suv ketgan yo'q. Endi Xitoyning bu hozir to'g'ani suv kelishdan burun saldigan narsa endi to'g'ni. Ama suv ketganda bu aqida, bu tavhid, bu siyosat Xitoyning dushmanimiz ekanligi, bizning musulmon ekanligimiz, islom bilan kommunist, Xitoy bilan Uyg'ur, Sharq Turkiston bilan Xitoy davlatining qat'iy chiqisholmaydigan o't bilan suv, kecha bilan kunduzdek bir-biriga qarshi bir ta'tanabiz bir ikki hukum, ikki qutb ekanligini Xitoy bugun sad kechigina tunib yetiglik. Shuni bilan endi bugun endi kechikkan bo'lsa bu masjidning mehrablari qadar demak bu 80 yildan 90 yilgacha da'vatchilarimiz, tabliğchilarimiz her qanday da'vat va tarixga, siyosatga, Xitoyga qarshi jihodiy temidan har qanday tabliğni qo'ymay qilib keliglik. Endi bari inqilobidan keyin azob chekilgan bo'lsa-mu, yana bu yoshirin adam bor yo'q, qari xalq o'qitish ham davom qildi. Chet elga chiqqanlar bo'ldi, yana bo'ldi. Endi Xitoy yana bugungi kunda endi bu allaqachon bu Xitoyning birdan bir dushmanimiz ekanligi, Sharq Turkiston ayrim davlat ekanligi, biz Xitoyga qarshi jihad elib borsak, Xitoyning hujumini qo'llab chiqarsak, dunyo va dunyoviy oxirat jihatdan biz mangu baxsh saodatini qo'lga keltiradiganligimizdagi bir buyuk chaqiriqni butun Uyg'ur o'zini musulmon sayda qilmayman deydigan, ya ota-onasi sayda qilib janimizdan o'tadi cho'ng bo'lgan bolaning hammasi buni tunib yetiklik bo'lgan kunda. Shuning uchun Xitoy endi bu kechikkan bo'lsa, marrab shu molla ilmosininki masjid bo'lgan har bir gap bu haqqa shu qadar ta'sir qildi ekan, butun Turkistonda, ya'ni atalmış Xitoy tilidagi Xinjiangni bu muqimsizlik, bu bölgünçilik, bu terrorlik hammasi mush masjiddan, jamoatdan, yana imomdan portlab chiqadi ekan bu narsa degan bir hukmi Xitoy kelib, mush 20 yil, 15 yildan beri Xitoy o'zining imomlarini o'zi tanlab, o'zi Qashqarga ya Urumchiga islom universitetlarini, islom institutlarini qurib, o'zi bir qo'lliq tarbiyalab, kompartiya yaxshi yaşasın Cungo Gumşandang degan şuarını to'ltib qizil bayroq ostida qari Qur'on imom qilib tarbiyalab chiqqan bo'lsa-mu, yani bularmi yani kelib, chunki uning qo'lida Qur'on borda, oldida qizil bayroq bo'lgan bilan, oldida Xitoyning bayrog'i, Xitoyning hokimiyati bo'lgan bilan, Xitoyning siyosati bo'lgan bilan, yavatgan ishotgan Xitoyning neni kiyim bo'lgan bilan qo'lida Qur'on kerim bor. Bu Qur'on uningga bo'ysunmaydi. Qur'on kim desa shuningga moslashib ketadigan bu bir zamonning sapsasi emas, u bir muqaddas kitob. Şu Kur'an hemen boğandıgın bulanın aqidasi oygaq, tığı pakiz, insaf, diyanetlik, halaldan nan biri bakkan Xudadan hidayet tilep, dua qılıp, bir ilim talep qılıp yetildigen qari Kur'an'ınki, ata-anasınki duası bu balı yana qulluq şu Kur'an ağandıgın, Kur'an hamını insanını hakikati çağırdı. Xitoy bunu yetiglik, bilip yetiglik. Şu mihrab kişi biz hem imamı kinişki taqıtıp, kimlik taqıtıp, ayrım namaz o'qib berdigan, o'qisa bo'lmaydigan odamning kinishi bu qadar qo'lliq tegillik. Ama shu yaqin uzoqgacha. Ya'ni shunda qilib har bir imom kinish taqib qo'ygan bo'lsa Xitoy yana imomni kinish taqib qilgan bilan imomning aqlini kontrol qilolmagan ekan. Xitoyni har qanday yaxshi ko'radigan bir imom mishdan chiqsa, Xitoyni danglagan bilan kompartiya yaxshi degan bo'lsa, namoz o'qigan vaqtda nima deydi? Alhamdulillahi robbil alamin deydi. Kur'an'daki halagan ayet okulan vakti nimdeydi? Yani o Kur'an'ın hükmü ayet yani insanını, cemaatini ve imamını hakikatga çağırdı. Şunun için Xitoy bugün o'zining yetildigan imomlariga ishonmaylik. Mira, shunga imomning qishiga o'zining abshariklarni, jasuslarini yaqin o'ltaqizib, oshkora va maxfiyan imomning har bir da'vatgan gaplarini bir-birlab kompartiyaga yetkazib turadigan va Xitoy tarafdan qo'yilgan odamningki
tahdidi bilan imomni xohlagancha gapni qilolmaydigan darajada mehrobni kontrol qilmoqchi bo'ldi Xitoy bugun. Endi bu alqi bu Xitoy uchun bu yaxshilik emas. Xitoy buning bir ijobiy tarafi bor deb qarash, ammo bu Xitoy uchun bir salbiy tarafining Uyg'ur musulmonlari uchun, Uyg'urlar uchun bir ijobiy tarafiningki yoshirin kun-kun kuchayotganligini xo'sh. Xitoy bilmaylik, hatto bizning odamlarimiz ba'zilar bilmaylik bu narsani. Endi hozir bugun vatanda ba'zi masalaga to'g'ri qaramabdi ekanmiz, ham chetlarga chiqqanda jiq siyosiy, diniy olimlarimizning gapi bilan ba'zi kallamiz ba'zi narsaga. Endi hozir to'rdim chiqdi, Xitoyning bayrog'i mahrab esildi bugun. Endi Xitoyning bayrog'i mahrab esilishdan sirt, endi yuqorida hozir deyilgandek Xitoyning eng yaqin g'alchilari, itlari, afsharkilari imomning o'ng so'l taraflaridan o'rin oldi. Endi mush darajada Xitoyning bayrog'i mehrab esilgan vaqtida shu chiramdiq yo'qmi deb fatvo so'ralib endi. Endi men buningga meni so'ramadim endi. Endi mening tushuncim xato bo'lsa ustozlar chiroyli raddiya bas qabul qilaman, to'g'ri bo'lsa Alloh rahmat qilsin desa bo'ladi menga. Biz bugungi kunda Uyg'urlarni Xitoy qanchaki meshitga chiqmasak, masjidni suslashtirsak, masjidni tashlab etsak, g'irib qo'ysak, Xitoy xo'sh bo'ladi. Bugungi kunda Xitoy shuni bana Sharq Turkistonda bir masjidga masalan nurg'un masjid bor, 20-30 ming masjid bor, bir odam kirmasa jamiga, masjidga namozga Xitoy xo'sh bo'ladi. Xitoyning bayrog'i bo'lgan bir lata hamda uni haqiqatan u. Lekin biz endi moddiy pokizlik jihatdan Xitoyning bayrog'ini pok juvitib so'panda namoz o'qisak bo'ladi, bo'lmamdi degan narsaga chin fatvo berdi. Uni Xitoyning bayrog'i demay, bu bir lata bir namoz o'qiydigan ya bo'lmagan uchun mushin deb namoz o'qib turay desa, buning shu deb o'zicha misol bo'laymi? Endi demak o bir latamdı. Bugün kunda biz Xitoyning bayrog'i kiryapti deb hammamiz jamini tashlab etsek, Xitoy xo'sh bo'ladi. Shu bizning meshitga chegizmaslik uchun, masjidni g'irib qo'yish uchun, meshitga odam kirgizmaslik uchun Xitoy buni qilganligini. Biz Xitoyning bayrog'i meshitga emas, hatto yurtimizning xalq maydonlari to'sa chiqib sundirib etgan va uni ko'targan millat biz. Endi Xitoy buni bilib o'zlarimizga ichib, ba'zi ma'qul deb ichib uchoq salgan millat biz. Ne qilib keldik tarixdan beri, 20-30 yillardan beri. Xitoy bayrog'ini biz uchoq saldiq ichirib, esib qo'yish chiqib, jiqadam kesib ketaylik Xitoyning bayrog'ini elib etish, sundirib etish, ko'tarish orqali. Ay, yiroq xalq maydonidan. Chunki Xitoy buni bilib, biz bilan qayishib, Xitoy buni sen mandaq shu yurtda minglagan odamning bir yezining, bir shaharning, bir xalq maydonining bayrog'ini sen sig'dimi deb Xitoy buni bizga zo'rlik siyosati bilan, besim bilan buni bizning uyga geçirib, tamlarimizga ve mihrab geçirib, mihrablarımızga biz esishga majbur qilganlik. Endi biz bayroq qanchaki yomon ko'rgan sari, bu bayroqning qanchaki bu bayroqning sahibi egisini qanchaki dushman ko'rganimiz sari, dushman buni bizda majbur ashunda qilganlik. Endi bu majburlashdan da ba'zi bir aqidasi so'z shu ilqi qo'ysa silab bildigan odamningki ko'nglida bu hamda akan kimlar yengang shu yashmasa qolmaydi bo'ladi deblar. Unda adam Xitoynimi? O bayroqni qabul qilgan odamning bu bayroq oldiq kelgan odamlar bayroqning haqiqatan dushmanning bayrog'i bu bayroqni qabul qilish qat'iy bo'lmaydi, bu dushmanning biz qilgan zulmi deb bildigan odam 70-80% egallasa, faqat bu bayroqni kari yo'q, siyoset bilan kari yo'q. Buni qizil bayroq asamdi, Turkiston islom bayrog'ini asamdi, ya qaysi bir payg'ambarning bayrog'ini asamdi, kari yo'q odam bo'lmishdi. Bayroq bilan kari yo'q, Sayyid islom bo'ladigan. Unda odam bor. Demak, mihrab kishi esib olgan bilan bu bayroqni u masjidda haqiqatan hamma odamni erkin, azod bir yagapini so'rab baqsa, u bayroq qo'llaydigan ya bir odam chiqadi, ya chiqmaydi. Balki chiqmaydi. Bular dehqon haqdan qayerdan chiqmaydi. Endi kommunistning maoshini yeb, Amerikan partiyaning pulini yeb yashagan aqliga jo'nashib qolgan odamlar uni deysimi? Ammo xalq ichida o bayroqni suydigan qalbidan Xitoyning majburiyatidan o'zlariga sizib degandek mer esib qilgan bilan qilmaydi. Demak bu Xitoyningki hamdalqi Xitoy aql bo'lsa, aqlliq bo'lsa, Xitoyda bir
hem edem ülgü kılıç tegişlik, ügünüş tegişlik bir medeniyet, bir ahlak bolsa, kişilik özü kabul kıysa, Kompartiyanın özlüğünden suyduğun, Kompartiyanın özlüğünden imayı kıldığın, Kızıl Bayraq'ın özlüğünden qoğlayduğun adamlarını yetildi ise, bu Xitay'nınki, bu utqını ve galbisiydi bu. Ama bu mecbur kılmadı bunu. Xalq bunu tunup yedi. Şu bayraqның yo'qtimi, şu bayraqның sahipleri karşı çıkış için bu zamandaki nurgun inqilabla Bolağlık Abdurrahim Ötkür Turgun Almas'nınki endi Muzurdan Sabır'ның bu tarihlarda 100 yıllık işla tepsili oturup koyaqlıq. Tamam. Savad va Uygur bugün günde kitap bilen jiq tunuşuqlıq. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Bugün günde biz vatanni pati qılanmasak mı? Müstakil İslami devlet kuranmasak mı? Minliğin asker olup Xitayga karşı bir hareket qılanmasak mı? Xitayning düşman bir kafir komünist, bizning bir Uygur bir musulmon, ular o'xshamaydigan ayrim bir millat ekanligimizni tunib yetdik. Xitayning ishg'olchi, tajovuzchiligini tunib yetdik. Bizning mazlum, besvalingan bir mustamlika yashagan bir ojiz bir millat ekanligimizni, ilgari nurg'un tarixiy saltanatlarning tarixiy, nurg'un shalliq tarix yaratgan bir millat ekanligimizni tunib yetdik. Bu biz uchun bir g'alaba. İnşallah Xitay bu zamanda pat fursatga mag'lub bo'ldi. Tugishudi Xudo. İnşallah, inşallah. Köptün köp rahmet, nayet yaxşı geçip öyle. Elbette Xitay'nınki en işençilik deb orunlaştırıp atkan mescitlerdeki orunlaştırgan şu İmam Mazin Katarlık bulan ama köngülü kepkisi gan boldu hem de biz gibi işenmepti bu Kompartiyemiz, partiyemiz deb. Şeyse ağacında başlangıç metafik okuğucun ekilemde Xitay bir Uygur geçelmeydi. Xitay adette şiki ülkeler muşu ürümçide jığınası mı? Biz turumuz yaptık ya biz. Turumuz Uygur kadrlı var. Misal bir minut bir gep kılay. Turumuz yaptık biz. Misal Kurban Bayramı'nda da Ruzeyt Bayramı'nda bizge bir gün bayram berdi, vaqt verdi. Oturab, ben de jim oturab televizyon görümüzde kitap okuymiz. Ergin ayet kılamaymiz. Şu mezgilde birim Uygur kalmay durmaydı. Uygur demel çıktı. Demel çıktı. Aş vakti Xitayla özünün mesela birinci turmada mesela 500 kadr olgan bolsa, bu 500 kadrınınki 350'ge Xitay 150'ge ya birayıza Uygur kaladı. Aşola Kurbaniyet ve Ramazan bayramlarında heyetli Uygurlu üye ketkendikin bütün Xitay kadrlık kaladı. Xitay kadrlık kılıp özara paranlaşıp aş kadrlık Uygurlu kadrlık yok fırsattan faydalanıp bula bizge şundak zulümden kılıp aladı. Hatta balanı sen bugün günde çirip Xitay başlıkları bizden bu tarih bildiğin mahbus baladan çirip planı bugün neymi eken? Bu kurban bayram diye hukmaydan Xitay çıktık. Bu Kurbaniyet degen qanday bayram, bu Ramazan degen qanday bayramlar bola deb so'g'alı var. Çekendikin mendek elqi jiqqa quldan so'rab qo'yish deb. Chirib qilgandikin bu Ramazan qanday bayram degandikin biz uni buni Qur'onda Inna anzalna suresini o'rtaga kelib Qur'onning nazil qilinganligi buningki Qur'onga shukr Kur'an'ın asmandan Allah tarafından düşkenlik katarlık bir vakalı söyleyip ekilip bu Ramazan bayram Müslüman için bulundu. Kurban niyetine bu hicret degen bu Peygamber Aleyhisselam müşini bir bayram kılbası degen bir sözü var ya. Anda buna Mekke fethisini degen de kişilerine. Ayı söyleyip ekegenikin turap keyi yakşı dep çıkıtlam şu bir buyruqlan bir işke men mahbus eşiqla tik to'g'izib hamimizning qo'lni ko'targizib bir saat munda turib qo'llangan tushmaysiz deb bayram bo'lib olsa ayda qilganlar bor. Bizga nurg'un Xitoy kadrlari Ro'zayt Qurbaniyat bayramimizni o'chiradi bizdan chirib. Uyg'ur kadrlari bavas qilmagan o'chini Uyg'ur kadrlari bizdan chekkan oladi. Andiza chag'an kelib qoladi ba'zi vaqtda sap Uyg'ur kadrlari qolib turmaydi. Ular qolgan kunda biz ulama qiladi şu namaz o'qinglar o'ylashib tabliq qiladi uni deyolmaydi herkes. Ammo dutta tembirini nash musiqani ekilib, nalin to'nchapalini dopulni ekilib ekilib jeldan. Ekilib sama usul
test qilinglar yoki naqsh o'qinglar deb shunday ba'zi bolalar Qur'onni yoki bunda islom she'rlarini bunda naqsh anglab o'qiyotgan bolalar bor. Kadr bilib turdi shuni. Endi bu yerda urush balki istakli qurolli bo'lsa hisob emas. Turumdan o'chadimi? Men masalan 5 saqchidan keyin xizmat qilib chiqib kelgan bilmay turman dedi. Ay bizga bo'layotgan zulm, Uyg'urlar musulmonlar bo'layotgan azobga chidab bo'lolmay, ko'zdan pal-palba yosh chiqib, chuchkigan bo'lib ko'zni yetgan bo'lib chiqqan saqchilar bor. Biz uni nima deymiz? Demak, u har narsaning qalb masalasi bor. U aqida chapandan kelib yurgan bilan. Hem shuning uchun bu narsa Xitoyning marrab qishi bervag'ini bilan masalan Urumchi qatliamida Urumchi tutilgan bolaning nurg'un bolalarni Xitoy o'zi Urumchida yetilgan, Urumchi cho'nglab yetilgan saqchilar, mesela Beijingda ishkilik o'lkalarda saqchi universitetlarda o'qigan, xalqaro qonunni, davlatning qonunlarini, Xitoy qonunini tushungan odamni kelib bolalarni so'roq qilganlik. Mesela Xitoyning asli qonunida urushga bo'lmaydi, majburlab, zulm bilan mecbur urib tillab, mecbur iqrar qilish bo'lmaydi degan siyosat bor. Lekin Xitoy bunu qiladi. Tabii. Ha balla, Uyg'ur saqchilar ashunda qilib, mumkin qadar o'sha tayoqni azroq yesa o'sha odamlar, mumkin qadar tayoq yemas ekan deganda gaplar bilan siliq bu Xitoy kadrlik ko'rmasda suv kirib, mevchiga kirib, qaji yolma Xitoy kirib qolmasin, mana ichib olma Xitoy ko'rib qolmasin deb turib so'rab qolganlar bor bizni. Endi bu kurash şu demek o elbette saqchi bilan Xitoyning qo'lida 15-20 yil tarbiyalangan, Xitoyning ishkilik o'lkalarida o'qigan bu darajada Uyg'ur saqchilar bilan Xitoy saqchining o'rtasidagi bu ziddiyat tinimsiz yuz berayotgan tursa, hech kim deylik emasmi? Yo g'alba qilishamidim, haqasini o'sha ishlayli desak. Xizmat tashlab deydi emasmi? Yo xizmat tashlab biroq chiqsil desak, balavaken, uyvaken, xotin balavaken baqmasak bo'lmagan deb chaqchaq qilib bunda Xitoy bo'lmasa, qasing bizni baqalaysa, men siz uchun xizmat qilinglar. Bakanmaysa, bir bana ayda neçe bin pul getirdi, onu bakmasam, balı okumasam bulmaydı. Karısak Uygur oturuyormuş, ben Müslüman deyip, şimdi bizim kıgını bulmagan. Ay, uçuk deydi sakçı balı, çünkü gibi. Endi bu biz için bir yaxşı iş. Ben bunu cek küstürdük endi. Demek bu mer yapış kere bakan Xitay, yüzden 20-30 yıl yetildiğin adamlarını, demek Xitay'ın bilebilir bunu. Uygurlarının sakçı sahası yok. Mesela devlet rehberlerine sebebini esasla en ahırda tavuklup yürüp Beijing'de yaşayıp ölüp gitti. Aşidem'in en ahırısı Mağuz'dan kaldırıp Ahmetcan Kasımlı'nın yok olup Türkistan'ın Xitay'nın kulda kılıştık. Pacak Aşidem ahırı pişman kılaklık. Demek Xitay bizde tutup yetiklik. 70 yaşça Uygur'un bu 20-60 yıllık Xitay bilen boğan bu mücadelemizde Xitay bilgen bizim çünkü yetiklik, biz mi Xitay'ın çünkü yetiklik. Aman biz Xitoydan ayrılmasak bo'lmaydigan bir haqiqatni %90-80% adam tushunaylik bizda. Çünkü Xitoy xalqaradagi Uyg'urlarning ayrim bir davlat ekan, ayrim bir millat ekan, ayrim bir madaniyati bor ekan, buning Xitoyga o'xshamasa tili, yezig'imiz o'xshamasa nima uchun bu bundaq degandek hamda da'volarimizga ergashib xalqarada ba'zi g'arb dunyosidan yoki islom dunyosidan ba'zi e'tiroz inkoslar bo'lgandan keyin Xitoy asta Xitoyningki puli ve kurali, hukuki kuchaygan bilan xalqaradagi dünya milletlerinin aldıda dünya medeniyeti sahasida Xitoyning asta salohiyati medeniyet jihatdan, sog'lomlik jihatdan, obro'y jihatdan asta cho'kayotgan Xitoy biligligim. Chunki bu zulmning tufaylidan. To'g'ri. Demak, shu Xitoy bilgan oldida dedim, Xitoy bilgan ruhiyat, psixik jihatdan Xitoy mag'lub bo'ldi. To'g'ri. Bu biz uchun merab bir afshaga kirib qo'yishning o'zi yani bir mecbur tutkan bulası değilse bunu belki bir itikatsız Uygur'dan birisi Xitoyga tekip qilish mümkün ya Xitoyning qizini ep qilish mümkün. Bir mezgil tutkan bulup qilish mümkün. Ama bu 35 milyon Uygur'un hammasi Xitoydan tutkan bulup olanmaydı. Hiç bu 5% tutkan bo'lsa mı yani 95% qilib qoladi. Yani bu itikadi havalığa göre tanlaydigan bir to'g'ri. Bizga mesele. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon köşkler, şuna kılıp bu katımlık uçuk sohbet programımız inşallah ahırlaştı. İnşallah yeni bir katımlık programımızda görüşeceğiz. Cenab-ı Allah tavşirmez. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.